Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 1 avgustdan boshlab ayrim qoidalar amalda boshqacha ishlay boshladi va bu faqat haydovchilarga emas, piyodalarga, yo'lovchilarga, avtomobil egalariga, hatto mashina sotib olishni rejalashtirayotgan odamlarga ham tegishli. Eng xavflisi shundaki, ko'pchilik odamlar men buni bilmasdim deb o'ylaydi, lekin bilmaslik jarimadan, ortiqcha xarajatdan yoki hujjat muammosidan qutqarmaydi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga avval qanday edi, hozir nima o'zgardi, kimlar ko'proq ehtiyot bo'lish kerak, qaysi holatlarda istisnolar bor, qanday hujjatlarni tayyorlab qo'yish kerak va eng muhimi, jarimaga tushmaslik uchun bugundan boshlab nima qilish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam pulini ham, asabini ham, vaqtini ham tejaydi. Men eng avvalo bir narsani aniq aytib qo'yaman. Qoidalar o'zgarganda muammo faqat qonun matnida emas, uning amaliyotda qanday qo'llanishida bo'ladi. Avval ko'pchilik haydovchilar va avtomobil egalari ayrim masalalarga keyin qilaman, hali vaqt bor, menga tegmasa kerak, inspektor to'xtatmasa bo'ldi degan qarash bilan yondashardi. Masalan, texnik ko'rik muddati o'tib ketgan bo'lsa ham odam mashinada yuraverardi. Sug'urta muddati tugaganini unutib qo'yganlar ham ko'p edi. Jarima kelgan bo'lsa, uni darrov tekshirmasdi. Mashina boshqa odam nomida yurardi. Lekin amalda boshqa odam foydalanardi. Hujjatlar telefon rasmida bor deb asl nusxani olib yurmaslik holatlari ham uchrardi. 1 avgustdan keyingi tartibning asosiy mohiyati shuki, nazorat kuchayadi. Ma'lumotlar ko'proq elektron bazalar orqali tekshiriladi. Muddatlarga e'tibor oshadi. Hujjatlar, to'lovlar va majburiyatlar bo'yicha unutibman degan bahona kamroq o'tadi. Ya'ni bugun siz yo'lda faqat inspektorga duch kelsangizgina emas, balki kamera, elektron baza, davlat xizmatlari tizimi, sug'urta ma'lumotlari, texnik ko'rik bazasi orqali ham aniqlanishingiz mumkin. Bu esa haydovchidan ham, avtomobil egasidan ham tartibli bo'lishni talab qiladi. Avval jarima qog'oz shaklida kelishini kutadiganlar ko'p edi. Hozir esa jarima, xabarnoma, qarzdorlik, cheklov yoki boshqa majburiyat elektron shaklda ko'rinishi mumkin. Avval odam menga hech kim aytmadi deb yurardi. Hozir siz o'zingiz tekshirishingiz kerak bo'ladi. Chunki avtomobil sizning nomingizda bo'lsa, javobgarlik ham birinchi navbatda sizning nomingizga keladi. Mashinani akangiz haydaganmi, do'stingiz olganmi, ijaraga berganmisiz? Farqi yo'q. Bazada mulkdor kim bo'lsa, savol avval o'sha odamga beriladi. Asosiy qism nimalarni bilish kerak, kim xavotir olish kerak, kimga xavf kamroq birinchi navbatda avtomobil egalariga murojaat qilaman. Agar sizning nomingizda mashina bo'lsa, lekin uni boshqa odam haydab yurgan bo'lsa, siz eng ehtiyot bo'lishingiz kerak bo'lgan toifadansiz. Hayotiy misol, mashina otaning nomida o'g'il haydaydi. O'g'il bir oy ichida 3 marta tezlikni oshiradi. Bir marta to'xtash taqiqlangan joyda mashinani qoldiradi. Bir marta sug'urta muddati tugagan holda yuradi. Ota bu haqda kech biladi. Natijada jarimalar otaning nomiga keladi. Qarzdorlik paydo bo'ladi. Keyin avtomobilni sotmoqchi bo'lganda yoki boshqa hujjat ishida muammo chiqadi. Shuning uchun mashina meniki, lekin men haydamayman degan gap javobgarlikdan ozod qilmaydi. Ikkinchi toifa, sug'urta va texnik ko'rik muddatini eslab yurmaydiganlar. Masalan, majburiy sug'urta polisi yo'l kuni tugagan. Siz esa 5 avgustda ham hali bor edi shekilli deb yuribsiz. Agar nazorat paytida sug'urta muddati tugagan bo'lsa, bu alohida muammo. Eng yomon tomoni, yo'l transport hodisasi sodir bo'lsa, siz faqat jarima bilan qutulmaysiz. Boshqa avtomobilga zarar yetkazsangiz, sug'urta ishlamasa, xarajatni o'z cho'ntagingizdan to'lashingizga to'g'ri keladi. Masalan, oddiy bamper, fara va bo'yoq ishlari bugungi narxlarda bir necha million so'mga tushishi mumkin. Agar zarar qimmat avtomobilga yetkazilsa, 10 million, 20 million, undan ham ko'p xarajat chiqishi ehtimoli bor. Shuning uchun sug'urta qog'oz uchun emas, real moliyaviy himoya ekanini tushunish kerak. Uchinchi toifa, jarimalarni vaqtida tekshirmaydiganlar. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam menda jarima yo'q deb yuradi. Keyin mashinasini sotish uchun boradi. Bazada esa bir nechta jarima chiqadi. Ba'zilari chegirma muddati o'tib ketgan bo'ladi. Masalan, jarimani belgilangan muddat ichida to'lasangiz, qonunchilikda nazarda tutilgan chegirmadan foydalanish mumkin bo'lgan holatlar bor. Lekin odam xabardor bo'lmasa kech qoladi va to'liq summani to'lashga majbur bo'ladi. 1 avgustdan keyin bunday masalada mas'uliyat yanada muhim. Siz haftada kamida bir marta o'z avtomobilingiz bo'yicha
jarima va qarzdorlik holatini tekshirib turishingiz kerak. 4-toifa telefon orqali hujjat ko'rsatish yetarli deb o'ylaydiganlar. Elektron xizmatlar rivojlanayotgani yaxshi, lekin har doim ham telefoningizda internet bo'ladi, batareya bo'ladi, tizim ishlaydi degan kafolat yo'q. Agar sizda haydovchilik guvohnomasi, texnik pasport, sug'urta haqida ma'lumot, ishonchnoma yoki ijara shartnomasi kerak bo'ladigan holat bo'lsa, ularni tartibli saqlash kerak. Ayniqsa, siz o'zingizga tegishli bo'lmagan mashinani haydasangiz, hujjatlar masalasiga 2 barobar ehtiyot bo'ling. 5-toifa. Yangi mashina olayotganlar yoki mashina sotayotganlar. Odamlar ko'pincha narxga qaraydi. Arzon ekan olaman deydi. Lekin mashinaning jarimasi bormi, taqiqi bormi, garovda emasmi, texnik holati qanday, sug'urtasi bormi? Bularni tekshirmaydi. Masalan, siz 9 million so'mga avtomobil sotib olmoqchisiz. Sotuvchi shoshilyapti, bugun pul bering, ertaga rasmiylashtiramiz deydi. Siz oldindan katta pul berib qo'yasiz. Mashinada qarzdorlik yoki boshqa cheklov bor. Endi siz ham pulingizni qaytarish uchun yugurasiz, ham hujjat masalasida vaqt yo'qotasiz. Shuning uchun har qanday oldi-sotdidan oldin avtomobilning huquqiy tozaligini tekshirish shart. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning hujjatlaringiz joyida bo'lsa, sug'urta muddati o'tmagan bo'lsa, texnik ko'rik talab etiladigan bo'lsa va u bajarilgan bo'lsa, jarimalaringizni muntazam tekshirsangiz, mashinani boshqa odamga nazoratsiz bermasangiz, sizda katta xavf yo'q. Lekin xavf yo'q degani tekshirmasam ham bo'ladi degani emas. Qoidalar o'zgargan davrda eng to'g'ri yo'l hamma narsani oldindan tekshirib, muammo chiqmasdan oldin hal qilish. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik joy avtomobilni vaqtincha boshqa odamga berish. Ko'pchilik ukam haydaydi. Do'stimga 2 kunga berdim, ustaga qoldirdim deb o'ylaydi. Lekin shu vaqtda qoidabuzarlik bo'lsa, isbot masalasi paydo bo'ladi. Agar jarima kamera orqali qayd etilgan bo'lsa, tizim mashina raqamiga qaraydi. Raqam kimning nomida bo'lsa, xabarnoma o'sha tomonga boradi. Keyin siz men haydamaganman deb tushuntirishingiz mumkin. Lekin bu alohida jarayon, vaqt ariza, dalil talab qiladi. Shuning uchun mashinani bergan odamning haydovchilik guvohnomasi borligini, sug'urta shartlariga mosligini, mashinani qayerda va qanday haydashni oldindan bilish kerak. Ikkinchi nozik joy, jarimani vaqtida ko'rmaslik. Ba'zan odam telefon raqamini o'zgartiradi. Eski raqamiga xabarnoma ketaveradi. Ba'zida ilovaga kirmaydi. Shaxsiy kabinetni tekshirmaydi. Keyin menga SMS kelmadi deydi. Lekin SMS kelmaganining o'zi majburiyat yo'q degani emas. Shuning uchun men doim tavsiya qilaman. Davlat xizmatlari portali, yo'l harakati jarimalarini ko'rsatadigan rasmiy tizimlar, bank ilovalari yoki boshqa ishonchli manbalar orqali o'zingiz tekshiring. Faqat ijtimoiy tarmoqlardagi skrinshotlarga ishonmang. Faqat tanish bilishning gapiga qarab qaror qilmang. 3-nozik joy, sug'urta kimlarni qamrab oladi? Sug'urta polisi bor bo'lishi mumkin, lekin u hamma holatda ham bir xil ishlamaydi. Ayrim sug'urta shartlarida haydovchilar doirasi cheklangan bo'lishi mumkin. Ayrim holatlarda ma'lum talablar bo'ladi. Masalan, siz mashinani farzandingizga berdingiz, lekin sug'urta shartlarida u nazarda tutilmagan. Hodisa bo'lsa, sug'urta to'lovida muammo chiqishi mumkin. Shuning uchun polisni olganda faqat narxiga emas, shartlariga ham qarang. Eng arzon sug'urta har doim ham eng foydali sug'urta bo'lavermaydi. 4-nozik joy, texnik nosozlik. Qoidalar faqat hujjat emas, xavfsizlik ham demakdir. Tormoz ishlamasa, fara yonmasa, shina yaroqsiz bo'lsa, oynalar ko'rish imkonini cheklasa, bu faqat jarima masalasi emas. Bu inson hayoti masalasi. Masalan, kechasi bitta fara bilan yurgan haydovchi qarshidan kelayotgan avtomobilga noto'g'ri ko'rinishi mumkin. Yomg'irda eski shina bilan tormoz masofasi uzayadi. Oddiy 40 km tezlikda ham piyodani urib yuborish xavfi keskin oshadi. Shuning uchun 2 avgustdan keyin nazorat kuchaygani uchun emas, avvalo o'zingiz va oilangiz xavfsizligi uchun mashinani so'z holatda tuting. 5-nozik joy, piyodalar ham qoidaga javobgar. Bu faqat haydovchilarga tegishli deb o'ylamang. Piyoda taqiqlangan joydan yo'lni kesib o'tsa, svetoforga e'tibor bermasa, telefoniga qarab yo'lga chiqsa, avariya xavfini oshiradi. Haydovchi ham qiynaladi, piyoda ham zarar ko'radi. Masalan, piyoda kechasi qorong'i kiyimda belgilangan o'tish joyidan 20 metr narida yo'lni kesib o'tsa, haydovchi uni kech ko'radi. Bunday vaziyatda bir necha soniya ham hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shuning uchun yangi tartiblarni menga aloqasi yo'q demang. Yo'ldan foydalanuvchi har bir odam qoidaning bir qismidir. 6-nozik joy,
maktab, bog'cha, shifoxona va aholi gavjum joylar. Bunday joylarda tezlik, to'xtash, burilish, piyodaga yo'l berish masalasi yanada jiddiy. Farzandingizni maktabga olib borayotganda faqat 2 daqiqa to'xtadim deb yo'lni to'sib qo'ysangiz, orqada tirbandlik paydo bo'ladi. Tez yordam mashinasi o'ta olmay qolishi mumkin. Boshqa ota-onalar bolalarni yo'l o'rtasida tushirishga majbur bo'ladi. Bir odamning 2 daqiqalik qulayligi o'nlab odamga xavf tug'diradi. Shu sababli belgilarni ko'ring. To'xtash joyini oldindan rejalashtiring. Bolani mashinadan yo'l tomon emas, xavfsiz tomondan tushiring. Endi eng amaliy qismga o'tamiz. Men sizga aniq ro'yxat beraman. Birinchi qadam, avtomobilingiz bo'yicha barcha hujjatlarni tekshiring. Texnik pasport, haydovchilik guvohnomasi, sug'urta polisi, agar kerak bo'lsa ishonchnoma yoki ijara shartnomasi, texnik ko'rik hujjati, avtomobil oldi sottisiga oid hujjatlar tartibda bo'lsin. Hujjatlarning muddati o'tmagani alohida tekshiring. Telefoningizda rasm bo'lishi yaxshi, lekin imkon qadar asl hujjatlar ham tartibli joyida bo'lsin. Ikkinchi qadam, jarimalarni tekshiring. Buning uchun rasmiy davlat xizmatlari portali, yo'l harakati xavfsizligi bilan bog'liq rasmiy xizmatlar, bank ilovalari yoki ishonchli to'lov tizimlaridan foydalaning. Avtomobil davlat raqami, texnik pasport ma'lumotlari yoki shaxsiy identifikatsiya ma'lumotlari orqali tekshiruv qiling. Agar jarima chiqsa, darhol uning sanasi, sababi, summasi va to'lash muddati bilan tanishing. Agar jarima sizga tegishli emas deb hisoblasangiz, shunchaki e'tiborsiz qoldirmang. Belgilangan tartibda murojaat qiling. Dalil tayyorlang. Kim haydaganini, qachon, qayerda bo'lganingizni ko'rsatuvchi ma'lumotlarni yig'ing. 3-qadam, sug'urtani yangilang. Polisingiz qachon tugashini kalendarga yozib qo'ying, telefoningizga eslatma qo'ying. Tugashidan kun oldin va 3 kun oldin ogohlantirsin. Sug'urta olganda avtomobilni kimlar haydashini oldindan ayting. Agar mashinani oilada bir nechta odam haydasa, shartlarni shunga moslang. Sug'urtani faqat jarimadan qochish uchun emas, o'zingizni katta xarajatlardan himoya qilish uchun qiling. 4-qadam. Mashinaning texnik holatini tekshirib chiqing. Tormoz fara, burilish chiroqlari, stop chiroqlar, shinalar, oyna tozalagich, oynalar, xavfsizlik kamari, signal, yonilg'i va moy sizib chiqish holatlarini ko'ring. Agar uzoq yo'lga chiqmoqchi bo'lsangiz, ustaga ko'rsating. Masalan, Toshkentdan Samarqandga, Farg'onaga yoki boshqa viloyatga ketishdan oldin yurib turibdi-ku deb yo'lga chiqish xato. Yo'lda kichik nosozlik katta muammoga aylanishi mumkin. 5-qadam. Mashinani boshqa odamga berayotgan bo'lsangiz, yozma tartibni yo'lga qo'ying. Hech bo'lmasa oddiy yozishmada qachon kimga, qaysi muddatga berganingiz ko'rinib tursin. Agar bu doimiy foydalanish bo'lsa, rasmiy hujjatlarni tartibga keltiring. Ishonaman yaxshi, lekin hujjat undan ham yaxshi. Chunki nizoli vaziyatda ishonch emas, dalil ishlaydi. 6-qadam. Oldi sotdi qilayotgan bo'lsangiz, shoshilmang. Mashinani ko'rishdan oldin hujjatni tekshiring. Hujjatni ko'rishdan oldin pul bermang. Avtomobilning jarimasi, cheklovi, garovi, egasi, raqami, kuzov va dvigatel ma'lumotlarini solishtiring. Notarial yoki rasmiylashtirish jarayoni tugamaguncha katta summani qo'lga berishda ehtiyot bo'ling. Agar oldindan to'lov berilsa, tilxat yoki shartnoma bo'lsin, unda summa, sana, avtomobil ma'lumotlari, tomonlarning pasport ma'lumotlari va majburiyatlar yozilsin. 7-qadam, oilangizdagi hamma odamga tushuntiring. Faqat o'zingiz bilsangiz yetmaydi. O'g'lingiz, qizingiz, turmush o'rtog'ingiz, aka, ukangiz mashina haydasa, ularga ham ayting. Piyoda bo'lgan farzandlarga ham yo'lni qayerdan kesib o'tish, svetoforga qarash, telefon bilan yo'lga chiqmaslik, qorong'ida ehtiyot bo'lishni tushuntiring. Qoidalar faqat jarima uchun emas, hayotni saqlash uchun bor. 8-qadam. Shubhali xabarlarga ishonmang. 1 avgustdan keyin turli mish-mishlar ko'payishi mumkin. Hammani jarimaga tortishyapti. Endi falon hujjati yurib bo'lmaydi. Jarimani faqat mana bu odam orqali o'chirish mumkin degan gaplar chiqadi. Bunday gaplarga aldanmang. Jarimani o'chirish, hujjatni aylantirib berish, bazadan chiqarish kabi noqonuniy takliflar sizni yanada katta muammoga olib kiradi. Faqat rasmiy manbaga, rasmiy to'lovga, rasmiy arizaga tayaning. Agar sizga jarima kelsa, avvalo vahima qilmang. Birinchi ish, jarima ma'lumotini to'liq ko'ring. Sana, vaqt, joy, qoidabuzarlik turi, avtomobil raqami, foto yoki video dalil bor yo'qligini tekshiring. Ikkinchi ish, agar rozi bo'lsangiz, muddatlarni o'tkazmay to'lang. Chegirma imkoniyati bo'lsa, undan foydalaning. 3-ish, agar rozi bo'lmasangiz, belgilangan muddat ichida e'tiroz bildiring.
E'tirozda hissiyot emas, fakt yoziladi. Men o'sha kuni bu joyda bo'lmaganman, avtomobil boshqasida bo'lgan. Raqam noto'g'ri aniqlangan, belgi ko'rinmagan foto dalili mening avtomobilim emas kabi aniq sabablar ko'rsatiladi. Dalil sifatida GPS ma'lumotlari, ish joyi ma'lumotnomasi, guvoh ko'rsatmasi, video registrator yozuvi, shartnoma yoki boshqa hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Agar sug'urta bilan muammo bo'lsa, sug'urta kompaniyasiga yozma murojaat qiling. Telefon orqali gaplashish bilan cheklanib qolmang. Ariza raqamini oling, qabul qilingan sanani saqlang. Hujjatlarning nusxasini o'zingizda qoldiring. Agar yo'l transport hodisasi bo'lsa, voqea joyidan ketib qolmang. Kerakli tartibda rasmiylashtiring. Suratga oling, guvohlar kontaktini yozib oling. Keyin o'sha joyda kelishib olgandik degan gap ko'p hollarda yetarli bo'lmaydi. Agar avtomobil oldi sotisida muammo chiqsa, pul berganingizni isbotlovchi hujjatlarni yig'ing. Bank o'tkazmasi bo'lsa, chekni saqlang. Naqd pul bo'lsa, tilxat bo'lsin. Sotuvchining pasport ma'lumotlari, telefon raqami, avtomobil ma'lumotlari. Kelishuv shartlari yozilgan bo'lishi kerak. Og'zaki kelishuv eng zaif holat. Men doim aytaman, bugun hujjat yozishga 10 daqiqa vaqt ajratsangiz, ertaga sudma-sud yurishga o'ylar sarflamaysiz. Demak, 1 avgustdan keyingi eng asosiy talab bitta: tartibli bo'lish. Hujjatni tekshiring, sug'urtani yangilang, jarimalarni vaqtida ko'ring, mashinani soz saqlang. Boshqa odamga berganda mas'uliyatni unutmang. Oldi sotdida shoshilmang. Rasmiy manbalarga tayaning. Qoidalar o'zgarganda eng ko'p zarar ko'radigan odamlar odatda beparvo odamlar bo'ladi. Eng kam zarar ko'radiganlar esa oldindan tayyorlangan, hujjati joyida, muddati nazoratda bo'lgan odamlardir. Sizdan iltimos, izohlarda yozib qoldiring. Sizningcha bunday o'zgarishlar tartibni kuchaytiradimi yoki odamlarga qo'shimcha qiyinchilik tug'diradimi? Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring. Kanalga obuna bo'ling. Chunki men bu kanalda sizga oddiy odam tushunadigan tilda, lekin ekspert yondashuvi bilan eng muhim yangiliklar, qoidalar va amaliy maslahatlarni yetkazib boraman.